Ba'zi bir seriallar bor, ular shunchaki serial emas, balki butun bir nostalgiyadir. Bugun esa ko'pchilikning yuragidan joy olgan Merlin seriali haqida gaplashamiz. Merlin seriali ko'plab tomoshabinlar uchun eng sevimli seriallardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik muxlislar bu serialni qayta ko'rishsa ham zerikmasdan qiziqib ko'rishadi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kino Byte kanali. Bugungi videoda ko'rganlaringdek Merlin serialini birga eslab tahlil qilamiz. Serialda sehr, sir, keskin voqealar, sevgi va kutilmagan burilishlar juda ko'p. Ammo ko'pchilikning fikricha serialning eng kuchli tomoni bu uning qahramonlari ekan. Asosiy qahramon Merlin juda sodda va tushunarli xarakterga ega. Balki shuning uchun ham muxlislar uni juda yaxshi ko'rishadi. Serial davomida Merlin deyarli barcha qahramonlarni himoya qiladi va qutqaradi. Lekin ko'pincha buning uchun hech qanday mukofot yoki yaxshi gap eshitmaydi. Shunga qaramay, u hech qachon o'zi uchun emas, boshqalar uchun harakat qiladi. Serialdagi yana bir ajoyib jihat bu Merlin va Gaius o'rtasidagi munosabat. Gaius Merlinga yo'l ko'rsatadi, uni o'qitadi va doimo maslahat beradi. Har bir qismdan keyin ular birga ovqatlanib, bo'layotgan voqealarni muhokama qilishi muxlislar uchun ajoyib nostalgik tuyg'u beradi. Serialni yanada qiziqarli qiladigan yana bir qahramon bu Shahzoda Artur, keyinchalik esa Qirol Artur. Muxlislarning fikricha serialda eng katta o'zgarish aynan shu qahramonda bo'ladi. Boshida u biroz xudbin, mag'rur shahzoda sifatida ko'rsatiladi, ammo vaqt o'tishi bilan haqiqiy qahramonga aylanadi. Merlin va Artur o'rtasidagi munosabat ham serialning eng yoqimli jihatidan biri hisoblanadi. Ular bir-biriga juda g'amxo'r, lekin shu bilan birga juda ko'p kulgili vaziyatlar ham yuz beradi. Birinchi uchrashishganda ular hatto urushib ham ketishadi. Keyinchalik esa Merlin Arturga xizmatkor bo'lib qoladi. Serialning umumiy muhiti ham o'ziga juda xos. Qirollik, o'rmonlar, butun atmosfera tomoshabin go'yoki o'zini o'tmishga qaytgandek his qiladi. Va bu narsa serialga alohida nostalgik temp beradi. Yana bir qiziqarli qahramonlardan biri Qirol O'tir. Uni ko'pgina tomoshabinlar yomon ko'rishgan. Ayniqsa serialning dastlabki qismlarida u katta rol o'ynaydi. Serialdagi asosiy yovuz qahramon esa Margana. U ham juda qiziqarli xarakterga ega. Dastlab u serialdagi eng mehribon qahramonlardan bo'lib, keyinchalik esa yovuzga aylanadi. Ayniqsa uning 3-faslda ikki tomonlama o'yin o'ynashi juda yaxshi ko'rsatilgan. Serialning yakuni esa ko'pchilik muxlislar uchun kuchli va emotsional yakun hisoblanadi. Ko'p seriallarda yakun juda oddiy yoki kutilgan bo'ladi, ammo bu serialda yakun kutilmagan va juda hissiyotli tarzda tugaydi. Ba'zi muxlislar yakunni yoqtirmaydi, shaxsan men ham, chunki oxirida Artur vafot etadi. Ammo boshqa muxlislar esa buni serial uchun ideal va mantiqli yakun deb hisoblashadi. Endi serialning kamchiliklari haqida ham gaplashsak. Birinchi kamchiligi Margananing yaxshi tomondan yomon tomonga o'tishi biroz tez sodir bo'lgandek tuyuladi. U avval Artur, Gven va boshqa qahramonlarni juda yaxshi ko'radi. Keyinchalik esa taxt uchun hamma narsaga tayyor bo'lib qoladi. Ikkinchi kamchilik esa Gven qahramoni 4 va 5-fasllarda. Dastlab u Merlinning yaqin do'sti edi, lekin qirolicha bo'lgach go'yoki Merlinga sovuqroq munosabatda bo'la boshlaydi. Shunga qaramay bu serialda kamchiliklar juda kam. Va aynan shu sababli Merlin ko'plab muxlislar uchun hanuzgacha sevimli serial bo'lib qolmoqda. Agar siz Merlin serialini qayta va yuqori sifatda ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimda maslahat beraman. U yerda barcha qismlarni tashlab qo'yaman. Bugungi video shulardan iborat edi. Video va serial haqida fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib va keyingi video qaysi serial yoki multfilm haqida ko'rmoqchi ekaningizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.